Bosinqirash. Bir kuni uydagi ishlarimni qildim-da, charchab yotog'imga yotdim. Har kuni kechasi uxlashimdan oldin biroz telefon ko'rib yotish menga odat bo'lib qolgan edi. O'sha kuni ishlarim ko'pligi sababli juda charchagandim. Kamiga telefon ko'raverib, uyqum ham o'chib ketgan edi. Taxminan tungi soat 2:30 gacha telefon ko'rib yotdim. Ko'zim charchadi, men ham telefondan zerikdim. Keyin mushugimni olib keldim-da, uxlay boshladim. Har doim uxlashimdan oldin Oyatal kursini aytib, keyin uxlar edim. Lekin o'shanda Oyatal kursini aytishga dangasalik qildim. Ozgina uxladim-da, keyin tush ko'ra boshladim. Bu voqea chamasi soat 3 da bo'layotgan edi. Tushimda hamma darsda o'tiribdi. Sinfdoshlarim jim, bir tekisda darsda o'tirishardi. Birdaniga darsda stulim bilan birga yiqilib tushdim. Ikkita sinfdoshimdan tashqari hech kim buni sezmadi. O'sha ikkita sinfdoshim esa xuddi bu narsani oldindan bilgandek yiqilishim bilan kulib yuborishdi. Shu payt miyam uyg'ondi va xuddi real hayotda bo'layotgandek o'ng qulog'imga o'g'il bola sinfdoshimni, chap qulog'imga esa qiz bola sinfdoshimni kulgisi eshitildi. Va eshigimiz 2 marta sekin ochildi-da, 3 marta sekin taqilladi. Kechasi kim keldi deb aytdim o'zimga o'zim. Ha mayli, ukam turib ochar deb uxlayverdim. Lekin yuragim tez ura boshladi va qulog'im birdaniga qilib qotib qoldi. Ustimda qandaydir og'ir narsa o'tirganini sezar edim. Umuman qimirlay olmas edim. Og'zimni esa kimdir qiylab ketganga o'xshar edi. Hatto gapira olmasdim. Ko'zimni ochishga qo'rqdim, chunki menda bosinqirash bo'layotganini bilar edim va bu haqida oyimdan eshitgan edim. Shu payt bismilloh aytib, Fotiha surasini o'qishni boshladim. Lekin hali ham og'zim ochilmagan edi. Keyin yana bismilloh aytib, Oyatal kursini o'qishni boshladim. Oyatal kursini yarmiga kelganimda og'zim ochilib ketdi. Ustimdagi og'ir narsa esa yo'q bo'ldi. Tezroq ertalab bo'lishini tilab uxlamoqchi bo'ldim, lekin yana yuragim tez ura boshladi. Qo'rqdim va oyim va dadam uxlaydigan xonaga yugurib chiqdim. Ular cho'chib uyg'onib ketishdi va ularga hamma narsani aytib berdim. O'sha kundan beri har kuni charchagan bo'lsam ham, dangasalik qilsam ham Oyatal kursi aytib yotadigan bo'ldim. Bu umrim davomida qo'rqinchli bo'lsa-da, men saboq olgan narsalarimdan biri bo'ldi.